O'zbekistonda balandligi 25 metr, og'irligi 27 tonnadan iborat haykal borligini bilarmidingiz? Biz Xorazm viloyatining Urganch shahrida ana shu haykalning yonidamiz. Bu haykal Jaloliddin Manguberdi haykali bo'lib, u haqda bir ozdan keyin qiziqarli bir faktni aytib o'taman. Hozirgi kunda Turon arsloni deya nomlanayotgan Jaloliddin Manguberdining asl ismi ham Jaloliddin Manguberdi bo'lganmi? Aslida uning asl ismi Jaloliddin Manguberdi emas. Bunday nomlanishiga esa maxsus shahzodaning uning tarixiga bag'ishlangan piyesasi sabab bo'lgan. Hozirgi kunda Manguberdi deya ta'riflanayotgan shaxsning asl ismi Manguburni bo'lgan, ya'ni burnida xoli bor degan ma'noni bergan. Qariyb 30 tonnalik haykalning ag'anab ketmasligini bittagina siri bor. U ham bo'lsa uning dumida. Dum toshga mustahkamlangan bo'lib, tayanch vazifasini bajaradi. Shuning uchun ham haykal ag'darilmaydi. Kuzatuvchilarim orasida ham xorazmliklar bo'lsa, haykal va shu majmua haqida yangi ma'lumotlarni ulashishingizni so'rayman.